Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan NLP'da insonlarning qadriyatlari va e'tiqodlari orqali raport o'rnatish haqida gaplashamiz. Raport o'rnatish bu insonlar o'rtasida ongsiz ishonchning shakllanishi hisoblanadi. Raport faqat insonlarning xatti-harakati orqali emas, balki insonlarning e'tiqodlari va qadriyatlari orqali o'rnatilishi ham mumkin. İnsanlarning qadriyatlari va e'tiqodlari orqali o'rnatilgan raport, ya'ni ishonchli munosabat, juda chuqur ishonchli munosabat hisoblanadi. Keling, mavzuni boshlashdan oldin NLP modelidan sal chekkaroqqa chiqamiz va tranzakt analizi muallifi Erik Bernning 4 ta hayotiy pozitsiyasiga o'z e'tiborimizni qaratamiz. Slaydimizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, slaydda Erik Bernning 4 ta hayotiy pozitsiyasi aks ettirilgan. Keling endi bu pozitsiyalar bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Erik Bern bo'yicha birinchi pozitsiya men okey, sen okey. Ya'ni bu Erik Bern fikriga qaraganda eng sog'lom pozitsiya hisoblanadi. Chunki inson o'zining fikrlashi, o'zining dunyoqarashi, o'zining e'tiqodlarini ham to'g'ri deb hisoblaydi bu pozitsiyada va boshqa bir insonlarning e'tiqodlari, qadriyatlari, dunyoqarashi, ularning fikrlashini to'g'ri deb hisoblaydi. Ana endi ikkinchi pozitsiyamizga qaraymiz. Erik Bern bo'yicha bunda men okey, sen okey emassan deydi. Ya'ni bu pozitsiyani Erik Bern paranoik pozitsiya deydi. Bu pozitsiyada inson nima qiladi? Ya'ni mening dunyoqarashim, mening qadriyatlarim, mening e'tiqodlarim to'g'ri, boshqa bir insonniki esa noto'g'ri deydi. Mana bunda biz boshqa inson bilan muloqot o'rnatishimiz, ular bilan raportga kirishimiz juda qiyinchilik tug'diradi. Ana endi 3-pozitsiyaga qaraymiz. Erik Bern bo'yicha 3-pozitsiyada men okey emas, sen okey. Ya'ni buni Erik Bern depressiv pozitsiya deydi. Bunda inson o'zini past baholaydi. Ya'ni boshqalar tomonidan qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi. Bunda mani dunyoqarashim noto'g'ri, mani qanaqadir e'tiqodlarim noto'g'ri deb inson hisoblaydi va boshqa bir insonni esa san to'g'risan deb baholaydi bunda. Bu qarash orqali ham insonlar o'rtasida ishonchli munosabat, ya'ni raport o'rnatish qiyinchilik tug'diradi. 4-pozitsiyaga qaraymiz. Erik Bern bo'yicha men okey emas, sen okey emas. Ya'ni bu pozitsiyani Erik Bern shizoidli pozitsiya deb ataydi. Bu pozitsiyada inson nima qiladi? Meni dunyoqarashim, meni fikrlash tarzim, mani qadriyatlarim noto'g'ri va sening ham dunyoqarashing, sening ham qadriyatlaring, sendagi e'tiqodlar ham noto'g'ri deb hisoblaydi. Mana bu pozitsiya bilan ham biz insonlar o'rtasida ishonchli munosabat o'rnatishga qiynalamiz. Chunki nima qilamiz? Bunda biz o'zimizga ham ishonmayapmiz va boshqa bir insonga ham ishonmayapmiz. Mana biz siz bilan Erik Bernning 4 ta hayotiy pozitsiyasi modeli bilan tanishib chiqdik. Endi bu modelni raport o'rnatishga qanday aloqasi bor? Erik Bernning 4 ta hayotiy pozitsiyasidan eng sog'lom pozitsiyasi hisoblangan men okey, sen okey pozitsiyasiga, ya'ni sog'lom pozitsiyasiga diqqatimizni qaratamiz. Bunda nima qilamiz? Bu pozitsiyada biz boshqa bir insonning qadriyatlari va e'tiqodlarini tan olamiz va hurmat qilamiz. İnsonlarda qanaqa qadriyatlar bo'lishi mumkin? Kimdir ishini qadrli deb biladi. Kimdir esa o'z oilasini qadrli deb biladi. Yana kimdir esa erkinlikni qadrli deb hisoblaydi. Biz agar boshqa bir inson bilan muloqot qilish jarayonida undagi qadriyatlarni agar hurmat qilsak, tan olsak, misol uchun kimdir aytishi mumkin, ishdan ko'ra oila muhimroq deb aytishi mumkin. O'sha paytda ha, to'g'ri deydigan bo'lsak, ya'ni nima qilamiz? Biz o'sha insonning qadriyatlariga qo'shilamiz. Biz u bilan nima qilamiz? Birinchi bosqichda bahslashmaymiz, aksincha
uni qadriyatlarini hurmat qilganimizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz boshqa bir insonni qadriyatiga agar qo'shilsak, u inson meni tushunyapti degan xulosaga keladi. Yoki boshqa bir insonga erkinlik muhim. Biz agar o'sha insonga, ya'ni siz mustaqil qaror qabul qilar ekansiz deydigan bo'lsak, nima qilamiz? Biz o'sha insonni tushunishga harakat qilamiz va u inson bizga asta sekin ishonishni boshlaydi. Ya'ni bu bosqichda biz o'sha insonni qadriyatini nima qilyapmiz? Tan olyapmiz va hurmat qilyapmiz. Insonlardagi e'tiqodlar orqali qanaqa raport o'rnatish mumkin? Faqat og'ir mehnat qilish orqali natijaga erishish mumkin. Kimdir sizga shunaqa gap aytdi. Ya'ni u o'sha e'tiqodga ishonadi. Biz agar yo'q, sizni bu qarashingiz noto'g'ri deydigan bo'lsak, o'sha insonni xaritasini biz inkor qilamiz. Yoki aksincha, boshida biz o'sha insondagi e'tiqodni misol uchun agar tasdiqlasak, ha, to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsak, nima qilamiz? Ya'ni men ham sizni e'tiqodingizga qo'shilaman degan ma'noni bildiramiz. Va bu bosqichda ham inson bizga ochilishi, ya'ni ishonishni boshlaydi. Kimdir aytishi mumkin, misol uchun biz agar o'sha e'tiqodga qo'shilmasak boshqa bir insonga yolg'on gapiramizmi deyishi mumkin. Yo'q, bu yerda yolg'on emas. Agar biz boshqa bir insonga ta'sir qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, unga qanaqadir yaxshilik tilamoqchi bo'lsak, uni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, boshida o'sha insondagi dunyoqarash, e'tiqodlar va qadriyatlarni tan olishimiz kerak bo'ladi. Agar u bilan bahslashadigan bo'lsak, uni inkor qiladigan bo'lsak, u inson bizlarga ochilmaydi va biz ham o'sha insonga ta'sir o'tkaza olmaymiz. Agar biz o'sha insonga ta'sir qilmoqchi bo'lsak, uni qanaqadir to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, biz nima qilishimiz kerak? O'sha insondagi qadriyatlar va e'tiqodlar orqali raportga kirishimiz kerak bo'ladi. Video agar foydali bo'lsa, like bosing, kommentga o'z fikrlaringizni qoldiring va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Keyingi videoda biz NLP ning yana bitta qiziqarli texnikasi bilan yaqindan tanishib o'tamiz. Mavzularimiz shulardan iborat. Xayr.